440 ga 240 3 ta pufiga turetskiy materialda bo'lgani 4 million 800 ming so'm. 230 ga 330 ikkita katta pufiga 6 ta yostiqqa xohlagan rasvetkangizda 4 million 200 ming so'mdan. 350 ga 250 tayda spalni bo'ladigan. Tayda sandiqlari bilan birga. Bularimiz 4 million 200 ming so'mdan. Bularimiz mexanizmlik turetskiy mexanizmda spalni bo'ladigan fasad qismi 100% yong'oqda bo'lgan, oyoqlari ham 100% yong'oq, ichki karkaslar sasna, rezinaviy korsaj turetskiy materialda. Ichida 3 xil rasvetkasi 200 dan ortiq materiallarimizga Viber bor. Bemalol tanlab zakaz berish imkoniyati bor. Bularimiz 1 million 800 ming so'mdan super mo'yish material. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa yana sizlarga navbatdagi yangilik fasonlarimiz bor. Xudo xolasa ularda bir qator maksimalni qo'limizdan kelganicha yoritib o'tamiz. Arzonlari, qimmatlari har bittasini detalni tushuntirib o'tamiz xudo xolasa. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Videomizni oxirigacha ko'rib tursalar, bu mebelimiz qanaqangi narsa, ichki karkaslari qanaqangi narsa, har bitta detaligacha xudo xolasa yoritib beramiz. Hop, bu ishimiz razmerlari 440 ga 240 3 ta pufiga bilan turetskiy materialda bo'lgani, bularimizni narxi 4 million 800 ming so'm. Hamma joyda 6,5 million so'm, 7 million so'mgacha sotilib turgan narsa 4 million 800 ming so'mdan. Endi hop, bularimizni nimaga arzon deb turgan obunachilarimizga materiallari zo'r. Pampers prujina. Pampers prujinasi bu o'zimizda chiqib turgan pampers prujina bo'ladi. Turetskiy material. Oyoqlari bulardiki yong'oq emasda, simal oyoq bo'lgan hisobiga, keyin ichki karkaslari bularimizniki sasna emas, teri bo'lgan hisobiga bularimiz arzonroq chiqadi. Lekin har bittasini xudo xolasa arqaligigacha o'zini materialidan qilganmiz. Turetskiy material. Tumnigalari ham katta-katta qilib ishlangan. High-tech uslubda bo'lgan ishimiz. Bo'ylari ham baland. Oldingi ishlarimiz masalan 88-90 sm bo'lsa balandligi, bularimiz 92-95 sm qilib ishlangan. Tikilishlari ham xudo xolasa ishimizning sifatiga behijolat. Arzonroq mebel so'raganlarga arzonidan boshlaymiz va qimmatlarigacha har bittasini xudo xolasa yoritib o'tamiz. Hop, bu 3/8imizda arzonlashtirilgan varianti va original varianti. Bu razmeri 235 ga 335 bo'ladi. 60 ga 90 ikkita katta pufiga 3 ta yostig'i bo'ladi. 3 ta yostig'i bilan birga bunimiz 7 million 500 ming so'm. Bunimiz bo'lsa 440 ga 240 katta razmeri 4 million 800 ming so'm. Hozirga aytib o'tganimizdek tushuntirganmiz. Buni pampers prujinasi o'zimizda chiqib turgan pampers prujina, bu Xitoydagi. Xitoydan primoy keladigan pampers prujina. Farqlari, bularda oyog'i yong'oq, indef karkaslar aylanadi, bunda simal oyoq. Buniki sasna bo'lsa, buniki teri bo'ladi. Shu narsalarning hisobiga shunchalik narxi arzonledi. Xo'p, bu tarafda yana ishimiz. Roma modelimiz 340 ga 240 50 ga 80 ikkita pufiga 6 ta yostig'i bo'ladi. Bularimiz turetskiy materialda bo'lgan, Genesis kalta tukli super mo'yishi deyiladi. Bunimiz ham yostiqlarni xohlagan gradsingizda yostiq qilib foydalanishingiz mumkin. Oxiriga taqib qaytarganingizda mana qaytadi, xudo xolasa. Romani boshqa rasvetkasi bunimiz 7 million 200 ming so'm. Bunimiz qalinroq tukli bo'lgani, och seri rangda bo'lgani mana. Rangini ko'rsatib o'taylik. Rasvetkalarimiz xudo xolasa nalichida viberlarimiz juda ham ko'p. Xohlagan uyning razmeriga yasab berishimiz mumkin. Bunimiz 7 million 500 ming, bunimiz 7 million 200 ming so'm. Xo'p, bu tarafda Istanbul 2 modelimiz. Istanbul 2 razmeri 230 ga 330 bo'lgan, 60 ga 90 pufiga ikkita bo'ladi. Yostig'i bo'lsa 3 ta bo'ladi. Yarim chester holatda. Bularimiz ham qo'l bo'lishlari ham juda ham go'zal, ya'ni chester qilingan. Yong'oqda bo'ladi. Oyoqlari ham yong'oq. Ichki karkaslari bo'lsa 100% sasna. Xitoy pampers prujina, super mo'yish material. 6 million 500 ming so'm. Agar bularimiz tukli materialda, turetskiy materialda qilib berish kerak bo'lsa, ularimiz 7 million 500 ming so'm chiqadi. Bu tarafda bo'lsa yana bitta
high-tech ishimiz. Yostiqli model. Hop. Bularimiz spalni bo'ladi. Taylarda sandiq bilan birga. Super mo'yishi material. Narxi bularimiz 4 million 200 ming so'm, razmeri 350 ga 250. Xo'p, adresimizni aytib o'tmayapmiz. Adresimiz Farg'onaning Oltiariqida. Farg'ona Oltiariq. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dostavka, ustanovkasi ham kiradi shu narxlarning ichiga. Bitta yana navbatdagi ishimiz yostiqli model. Sidinalari juda ham keng qilib ishlangan. 70 cm li sidina yostiqda olganingizda bemalol bitta odam yotib spalni qilib foydalanishi mumkin. Turetskiy materiallarda razmeri 330 ga 230. Xohlagan rasvetkasida qilib beramiz. Bularimiz ham 4 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Nimaga arzon? Sen arzonni qo'ymasligin deganlarga, talablarga qarab, xudo xolasa arzonroq variantlarini ham chiqaryapmiz. Xudo xolasa ishchi sifatlari o'sha, kachistvalari, tikilishlari, ishchi choklari xuddi o'sha. Xudo xolasa, prosta bularda oyoqlarni yong'oq emasda simala qilinyapti. Ichki karkasning sasnani o'rniga tere ishlatyapmiz. Tereda ham xudo xolasa garbilarni atxotini ishlatmaymiz. Kachistini xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi menga faqat sasna deganlarga, asli biz faqat 100% sasna ishlatamiz. Talablarga lekin ochiq aytib o'tamiz. Tereda tere, sasnani sasna deymiz. Hozir 3 ta tereli bo'lgan ishimiz bor. Shularni ko'rsatib o'tdik. Endi bundan buyog'i hammasi 100% sasnali bo'ladi. Bular 235 ga 335, 60 ga 90 ikkita pufikli. Bu 3.8 modelimiz. 3.8 modelimiz mana qo'llarini ochib ko'rsatamiz. Shipon bo'ladi bunisi. Oyoqlari bo'lsa yong'oqdan MDF karkaslar aylanadi. Shu narsalarning hisobiga rasxoti baland. Bularimiz 7 million 500 ming so'mdan chiqadi. Bularimiz upakovkada chiqib ketishga tayyor, xudo xolasa. Zakaz bu ishlarimiz. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Bemalol hozir materiallarimizni ham Viberlarda ko'rsatamiz. Ulardan tanlab, uyingizni, joyingizni razmeriga qarab bemalol yasab beramiz. Endi ichkarida ishlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu ishimiz 3.8, hozirgi tashqarida oxiri ko'rsatib o'tganimizdan Turetskiy materialda juda ham zo'r material, pishiq material. Razmeri o'sha aytgan 335 ga 235. Oyoqlar yong'oq, ichki karkas sasna, Xitoy pampers prujina. Qo'l bo'g'ishlari ham juda ham go'zal, tikilishlari ham, yostiqlarini ham mana endi buni sirich yo'q, bemalol ko'rsataylik. Choklari xudo xolasa hamma yo'g'i joyi-joyida. Bu ishlarimizni narxi 7 million 500 ming so'mdan. Roma modelimiz Malibu materialda qalin tukli material. Materialda xudo xolasa muammosi yo'q. Xohlagan materialda, xohlagan rangida qilib beramiz. Uylarning joyiga moslab, xudo xolasa qilib beraveramiz. Telegram kanalimiz bor. Zafar Mebel 1. Bo'lmasam kommentariyaga xudo xolasa birinchiga qo'yib qo'yamiz. Kirib o'shandan kanalga o'tib olsang, joyiga moslab yasab bergan ishlarimiz bor. Har bittasini xudo xolasa kundalik mobaynida ishlarimizni qo'yib yoritib o'tamiz. O'shandan ko'rib kuzatishlaring ham juda ham qulay bo'ladi. Xo'p, men orqaliklarini ham ko'rsatib o'ting. Juda go'zal, xudo xolasa, orqalari ham o'zining materialda. Xo'p, bu tarafda Bugatti modelimiz. Razmeri 330 ga 230. Mexanizmli Turetskiy mexanizmlardan foydalangan. Har bittasi xudo xolasa spalni bo'ladi. Surilganda 95 cm li, 90 cm li spalni bo'ladi. Bemalol libo katta odam ham joylashadigan spalni bo'ladi. Tumbalarni qo'yganingizda 1,5 metrli 2 kishilik spalni bo'ladi. Fasad qismi 100% yong'oqda bo'lgan. Har bitta ko'rinib turgan detal yog'ochi borki, yong'oqda ishlangan bu ishimiz. Oyoqlari ham, tayda karkasi ham, mana bu qo'l bo'g'ishlarigacha, xudo xolasa, hammasi 100% yong'oqda ishlangan. Ikkita 60 ga 90 pufiga Turetskiy materialda bo'lgani, bularimiz 11 million so'mdan. Agar bularda mo'yishi materialda qilib ber desa, mo'yishi material qilib beramiz. 9 million 500 ming so'm chiqadi.
Bu tarafda mana yana ikki xil rasvetkasi bor, xuddi shu ishlardan. Bularimiz ham xudo xolasa ishlashlari ham o'ta yengil, zo'r materiallarda bo'lgan. Malibu materiallarda to'q rang xohlovchilarga, masalan, kirchimol bo'lsin, uyda bolalar ko'p, keldiga tonaga desa, mana shunaqangi to'q ranglarni tavsiya qilamiz. Xo'p, bu yoq tarafda bo'lsa, mana 200 dan ortiq materialni tanlashga bir katalogimiz bor. Bemalol ko'rib, tanlab zakaz berishlari mumkin. Hammaga, bu odamga o'ziga mos yoqadigan materiallarimiz bor. Bemalol kelib ko'rib, ushlab ko'rib, zakaz qilsa bo'ladi. Yaqin joylar bo'lsa, xohlasa kelib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Bu kichkina pul emas. O'shaning uchun qaytdan olgan taqdirda ham ishni borib, kачествосini ko'rib olishni tavsiya qilaman, imkoniyati bo'lsa. Juda uzoq bo'lmasa. Masalan, vohalardan zakaz qilishadi, xohlasa bizni obunachilarimiz ishlarimizni sifatini biladi. Shuning uchun yaqin joy bo'lsa, mendanmi, boshqadanmi, любой joydan olsa ham ishni kачествосini bilib, ko'rib olgan ma'qul. Endi ikkinchi etajdagi ishlarimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'taylik. Keyin sexga navbat. O'sha trenddagi 308 modellarimiz, materiallari Malibu materialda rasvetkalari. Kofe rangi, mosh rangi. Xohlagan rangidan, xohlasa imkoniyati bor. Xohlagan razmeriga qilib beramiz. Bularimizni narxi bir xil 7.500.000 so'mdan. Bu yoq tarafda bo'lsa, o'sha ko'rsatib o'tgan Roma modellarimizdan, mana yostiqlari xohlagan gradusga qo'yib, oxiriga taqaydi, qaytadi. Muammosiz. Mana xohlaganicha, xohlasa qo'yib, o'yinchoq tanlamaydi. Eng qiziq joyi, bu ishlarimiz hech qaysi biri o'yinchoq tanlamaydi. Xohlagan tarafini uzun, xohlagan tarafini kalta qilib foydalanish mumkin. Bularimiz mana oldi ko'rinish shpont, oyoqlar yong'oq, ichki karkaslar 100% sasna. Pampers prujnalari Xitoydiki, xudo xolasa 3 yil kafolati bor. Bu yoq tarafda arqaliklarni ham ko'rsatib o'ting. Birolar operatorimiz mana 308larimizni ham arqaliklari. Bu yoq tarafda romalarimizni ham mana arqaliklari. Devordan ochilib qolgan joyda ham xudo xolasa arqasi xunuk bo'lib turmaydi bu ishlarimiz. Bemalol hali devordan qochib qolsa ham hijolat bo'lmasdan qo'yib foydalanaverasizlar. Bu yoq tarafda bo'lsa, mana 308 modelimizda Genesis kalta tukli pastda haligi ko'k romamizni ko'rsatgan materialimizda bo'lgan. Rangi boshqacharoq. Bu materialda bo'lsa 7.200.000 so'mdan chiqadi. Yana qaytarib o'taman, hozirgi aytib o'tgan narxlarimizda ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dostavka ustunovkasi ham kiradi shu narxlarda ichida. Vohaga Toshkentga 12 kilovatga dostavkamiz bor. Albatta kelishilgan holatda. Bu yoq tarafda mana yana ikki xil Roma modellarimiz. Juda go'zal, xudo xolasa. Kimga shunaqangi sifatli mebel kerak bo'lsa, albatta Zafar mebelda endi pastda kuxunli uгологimiz bor. Keyin bo'lsa sexga kirib, xudo xolasa bir qator obzor qilib o'tamiz. Bu ishlarimiz razmeri 1.90 ga 1.40 dan. Kamzilli modelimiz, sandiq bo'ladi bularimiz. Mana ochib ko'rsatamiz. Shunday ichlari sandiq qilingan super moyishi materialda. Xudo xolasa o'ta go'zal ishlangan ishimiz. Buni ham razmeri bir xil. Narxlari 1.800.000 so'mdan. Endi hozir aytib o'taylik. Kuxunlilarimizga dostavka, hozirgi aytgan goloklarimiz katta, gastinli goloklarimizga dostavkasi ichida. Bularda dostavkasi отдельный bo'ladi. Yoki o'zlari olib ketib olishi mumkin. Endi yaqin territoriya bo'lsa tashlab beramiz. Xo'p, bu yoq tarafda mana katta kuxunlini katta razmerda bo'lgani, taylari laminatdan qilingan. Sidinalari 55 cm dan qilingan. Sidinasi 55. Super moyishi material. Bularimiz ham o'ngchab tanlamaydi.
Bularimiz narxi 2 million 900 ming so'mdan. Stollari ham ichida bularda. Hozir gastinilarimiz stollarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ularda stollarni, kuxunnilarda stollari ham ichida. Bularga faqat shu bir xilda stollar tushgani uchun bularda stol bilan aytamiz. Hop, bularimiz 1.60 ga 2.30. 2 million 800 ming so'm. 3 ta pufikli bo'ladi. Bunimiz Pampers prujinada bo'lgani, bo'ylari baland. Mana Alloh xolasa maza qilib ishlatishga zo'r narsa. Tumbalari ham katta-katta qilib ishlangan. Sidinalari ham keng. Pampers prujina как гостиный uyg'unliklarimiz bilan bir xil qilingan. 3 million 200 ming so'm bunimiz. Mana hurmatli obunachilar, har doim aytib o'taman, Pampers prujina qanaqangi narsa? Mana shu narsa Pampers prujina bo'ladi. Bu xudo xolasa Xitoydan primoy tayyor keladigan narsa. Qo'yib, buni mana nolga cho'ktirib essangiz ham, xudo xolasa 100% birga bir joyiga qaytadi. Simi uzilib, simi qochib ketadigan narsa emas. Bu yerda machalkalarimiz birinchi sort machalka, bo'lsa kuygan machalka, ikkinchi sort machalka, unaqa narsa ishlatilmaydi. Bu yerda materiallarni orasiga qo'yib tikiladigan sintefonimiz. Kiloli emas, mana bunaqangi metrovoy sintefonlarda qo'yiladi. Materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Bu tarafda Bugattilarimizga qo'yib turgan, Lexuslarimizga qo'yib turgan Corsage rezina prujina deymiz. Mana shu narsa cho'ziladi. Hozir endi buni tortilish jarayonlari ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda gul taxtalarimiz. Hamda Istanbul 2 308 modelimizda oyoqlari, bu yerdagilar tumbalardagi. Hammasi. Mana oyoqlar, yong'oq oyoqlar. Hamdalar mana Bugattiniki, hamda Istanbul 2niki. Mana bunday holatda Istanbul 2ni qo'l bo'lishlari. Bu tarafdan Bugattimiz. Sidinasi qoplov jarayoni qimmat yaxshi materiallarda. 25 plot, 32 plot, 25 plot. Ustida sintefon tashlanadi, materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Xudo xolasa qancha ishlatsa ham shunaqa chiroyli turaveradi. Bu yoqda bo'lsa, spinkalari Corsage rezinalardan. Xudo xolasa odam suyanganda ham juda ham yumshoq, odamga yoqimli bo'ladi. Mana. Bu tarafda bo'lsa, arkasi samerezda yig'ilgan jarayoni karkazlarini samerezda 100% samerezda qotirib, stipler ham otiladi birinchi ushatib olishga, keyin отдельно yana samerezda qotirib mahkamlab chiqiladi. Romalar deymiz. Romani qo'l bo'lishlari yarim tayyor holatida ichki karkazlari. Endi xudo xolasa buni ikkinchi qator karkazlari qo'yib yuboriladi. Hop, bu yerda Istanbul 2 bor. Pampers prujinamiz bo'ladi. Pampers prujinaning ustidan yana qalin machalkalar qo'yiladi. Yarim qoplangan holatda spinkasi qoplangan. Tagiga qaytib, hozir ko'rsatib o'tganimiz bu chester sotiladi. Ko'zlari endi tortiladi buni. 20 kilo machalkalardan Pampers prujinaning ustiga tashlab, mana bunaqangi xudo xolasa yumshoq odamga yoqimli, xudo xolasa yumshoq, cho'tki bo'lib chiqadi. Hop, mana bu yerda sidinlarni qoplab qo'yiladi. Bu Istanbul bu ham qimmat materiallarda juda ham go'zal chiqadi. Bitgan holatini ham do'konga obzorga qo'yib o'tamiz. Kimga qanaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, Zafar mebelda